Bugün 2023 yılı 3. ayının 8. günü. Yani xalqarada dep kelayotgan 8 Mart ayollar bayram günü. Endi nima uchun 8 Martni ayollar bayram günü deydi? Bu zat qanday gap? Bu bayram nereden chiqdi? 1857 yılı 3. ayının 8. günü Amerika'nın New York şehrida kiyim tikish zavodida ishlaydigan ayollar umumyuzlik ish tashlab norozilik namoyish qilgan. Sababi ko'p emgak qilib, nihoyat oz daromadga ega bo'lib, biz bundaq ekspluatatsiyaga bardoshlik berolmaymiz deb ayollar o'zining haq-huquqini talab qilish uchun namoyish qilgan. Bu ahvol yuz bergandan keyin Amerikaning sotsial partiyalari ayollarning haq-huquqini talab qilish masalasini texmi ulg'aytib etgan. Shuning bilan 1909 yili 2. ayning eng oxirgi yakshanba kunida ayollarning keng ko'lamda yig'ilish, ayollar keng ko'lamda namoyish qilish harakatini boshlagan. Ya'ni har yili 2. ayning eng oxirgi yakshanba kuni ayollarning haq-huquqini talab qilish uchun keng ko'lamlik yig'ilish, keng ko'lamlik namoyish qilish harakatini boshlab etgan. Ya'ni 2. ayning oxirgi yakshanba kuni zavodda ishlayotgan ayollarning dam oladigan kuniga to'g'rilab namoyish qilish kuni deb bekitgan. 1910 yili 2. ayning 27 kuni, ya'ni yakshanba kuni butun Amerika davlat xarakterlik, intayin keng ko'lamlik ayollarning haq-huquqini talab qiladigan shaklda intayin keng ko'lamlik namoyish va yig'ilishlarni ilib borgan. Bu harakat butun Yevropaliklarni zilzilaga keltirib, Yevropa davlatlarining har qaysi joylaridan vakillar berib, qatnashgan va kuzatib borgan. Bu zodi qanday ish deb. Shuningdan keyin har yili 2. ayning oxirgi yakshanba kuni mushu shaklda davlatga, kapitalistlarga qarta ayollar haq-huquqini talab qiladigan, da'vo qiladigan harakat kuniga aylangan. Shuning bilan bu harakat tadrijiy Yevropa qit'asiga qarab kengaygan. Shuning bilan kommunizmchilar xalqaro kommunizmni kengaytirish maqsadida ishchilar harakatini ilib berayotgan bo'lsa, ayollarningmi harakatini ilib berish uchun Amerikadan tarqalgan bu ayollar harakat kunidan foydalanib, kommunizm, sotsializmlarning ayollarga bekitgan qonunliq bayram kuniga aylantirib etgan. Bu ishning dastlabki boshlangan maqsadi bo'lsa, yana kapitalizm davlatlarda ayollar o'zining haq-huquqini talab qilish uchun yig'ilish va namoyish qilish harakatlarini ilib berib, tadrijiy holda ayollarning haq-huquqi hal bo'lgandan keyin kapitalizm davlatlarda bu harakat faoliyatlar tadrijiy holda sustlab ketgan. Shuning bilan atalmish sotsializm davlatlarda bu kunni bayramga aylantirib olgan. Ayni vaqtida ayollar o'zlarining haq-huquqini talab qilish uchun norozilik namoyishini qilgan bo'lsa, lekin hozirmi dunyoning har qaysi joylarida yanala ayollarning haq-huquqi barobarsizlik ahvol yanala intayin og'ir. Masalan, jamiyatlarning har qaysi sohalarida xizmat o'rin, zavod, korxona, hukumat organlar o'xshamagan farqlar yanala intayin og'ir. Mana shu sababdan ayollar mush kun kelganda ichiga patmagan norozilik va g'azabni hukumatlarga qarshi chiqarish kuni. Ya'ni hukumatlarga bo'lgan g'azab, nafrati o'xshamaydigan tangsizlar ustida g'azabini namoyon qiladigan kun. Bu faoliyatlar sotsializm davlatlari kelganda boshqa turdagi davlat bayramlarining qatoriga qo'shib bu kunni tabriklaydigan. Bu kun ayollar uchun intayin xushal kuni deydigan. Bu kunni sotsialistik davlatlar ayollarning qonunliq bayrami deb bekitib etgan. Amaliyotda sotsializm davlatlarida ayollarning holi ahvoli intayin chaqliq bo'lib, shundaqdimi bu kunda hukumatga qarata norozilik bildiradigan, namoyish qiladigan ahvol butunlay yo'qolib ketgan. Buni sotsialistik davlatlar sistemalik holda ayollar xushal bo'ladigan kun degan kuniga aylantirib etgan. Buni sotsializm davlatlarininki karomati deb bilish kerak ekan. Har qanday narsaninki boshlangan tub maqsadini oxirida o'zgartib, maqsadning ta'tiriga aylantirib etgan. Ya'ni 3. ayning 8 kunini ayollar davlat bayrami deb bekitib, ayollarga bir kun dam olish berib, bu kunda ayollar usul o'ynab, tans o'ynab, yeb ichadigan kunga aylantirib etgan. 1857 yılı 3. ayının 8. günü zulüm ve eksploatatsiyaga uchragan ayollar o'zining haq-huquqini
talab qilish uchun hukumatga g'azab nafratini, jamiyatdagi tengsizlik o'rnini havo qilish maqsadida maydonga chiqqan bo'lgan bo'lsa, kommunizm yo'lida menayotgan sotsialistik davlatlarga kelganda ayollar bir kun dam olib, yeb ichib, tans o'ynab, naqsh etib, qo'sqin to'ydirib, xo'shal bo'ldigan bir kunga aylanib ketgan.